Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligining 19-23 may kunlaridagi haftalik dayjesti bilan tanishing. Davlat organlari va tashkilotlari tomonidan o'z faoliyatidagi funksiyalarda korrupsiyaviy xavf-xatarlarni aniqlash va baholash ishlari amalga oshirildi. Bu yil baholashdan o'tkazish yuzasidan elektron platformaga yuborilgan ma'lumotlar asosida 121 ta davlat tashkiloti faoliyatidagi 6123 ta funksiyada korrupsiyaviy xavf-xatarlar baholandi. Shundan xavf-xatar darajasi yuqori va o'rta bo'lgan 2219 ta funksiyada xavf-xatarlarni bartaraf etish yoki minimallashtirish maqsadida tegishli choralar belgilandi. Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi direktori Akmal Burxonov kambag'allikdan farovonlik sari dasturi doirasida o'ziga biriktirilgan hududlar Namangan shahridagi Ibrat, Chinor, Chaman va Oydinko'l mahallalarida navbatdagi o'rganish ishlarini amalga oshirdi. O'rganishda mahallalarda tomorqa yerlarini sug'orishni yaxshilash yoki ularda elektr energiyasini barqaror yetkazib berilishini ta'minlash, internet sifatini oshirish, ichki yo'llarni ta'mirlash va boshqa infratuzilmani yaxshilash maqsadlari uchun ajratilgan mablag'larning maqsadli sarflanishiga e'tibor qaratdi. Dastur doirasida 329 ta oilaning bandligini ta'minlash, 74 tasiga subsidiya, 53 tasiga esa imtiyozli kredit mablag'larini ajratish hamda 104 nafari xatlov natijasida sharoiti yaxshilanganligi sababli ijtimoiy himoya yagona reyestridagi oilalar soni ayni paytda 384 tani tashkil etib, yil boshiga nisbatan 517 taga yoki 9% ga kamayishiga erishildi. Korrupsiyaga qarshi kurashish Milliy kengashi raisi Tanzila Narbayeva boshchiligida Sharof Rashidov tumanida sayyor majlis bo'lib o'tdi. Unda agentlik direktori Akmal Burxonov hududda o'tkazilgan o'rganishlar yuzasidan axborot berdi. Majlis davomida o'ziga yuklatilgan vazifalar ijrosiga mas'uliyatsizlik bilan yondashgan maktabgacha va maktab ta'limi, sog'liqni saqlash, bank sohalaridagi turli darajadagi rahbarlarga nisbatan tegishli choralar ko'rish yuzasidan Milliy kengash qarori qabul qilindi. Unga ko'ra, jami 14 nafar rahbardan 3 nafarni lavozimdan ozod etish, 9 nafarga hayfsan, 2 nafarni rotatsiya qilish choralarini qo'llash tavsiya qilindi. Agentlik tomonidan davlat organlari va tashkilotlarida yo'lga qo'yilgan qayta aloqa tizimlarining samaradorligi darajasi, shuningdek, ishonch telefonlari faoliyatining sifatini aniqlash maqsadida qayta aloqaning sirli mijozi tadbiri o'tkazildi. Joriy yil 13-16 may kunlari 104 ta davlat organlari va tashkilotlarining bu boradagi faoliyati masofaviy monitoring tartibida o'rganildi. O'rganishlar davomida qator vazirlik va idoralar, xususan Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, Qashqadaryo, Surxondaryo, Sirdaryo, Xorazm viloyatlari va Toshkent shahar hokimliklarining rasmiy veb-saytlarida e'lon qilingan idoraviy aloqa raqamlari orqali bir necha bor bog'lanishga harakat qilinganda qo'ng'iroqlar javobsiz qoldirildi. Iqtisodiyot va Moliya vazirligi, O'rmon xo'jaligi agentligi ishonch telefonlari esa ishchi holatda emasligi aniqlandi va holat yuzasidan mas'ullar bilan bog'lanib, bartaraf etish choralari ko'rildi. Andijon viloyatida Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi direktori Akmal Burxonov va bosh prokurorning birinchi o'rinbosari Bahriddin Valiyev ishtirokida viloyatda korrupsiyaning oldini olish bo'yicha tasdiqlangan yo'l xaritasi doirasida amalga oshirilayotgan ishlarning dastlabki muhokamasiga bag'ishlangan yig'ilish bo'lib o'tdi. Davlatimiz rahbari tomonidan belgilab berilgan vazifalar ijrosi doirasida tasdiqlangan mazkur yo'l xaritada korrupsiya xavf-xatarlari yuqori bo'lgan sog'liqni saqlash, ta'lim, bandlik, energetika, kadastr sohalarida korrupsiya omillerini aniqlab, ularni bartaraf etish bo'yicha aniq choralar ko'rish belgilangan. Yig'ilishda ayni masalalar ijrosiga mas'ullar, xalq deputatlari kengashlari raislari, korrupsiyaga qarshi kurashish hududiy kengash raislari va viloyat prokurori tomonidan olib borilayotgan ishlarning dastlabki natijalari muhokama qilindi. Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi tomonidan 50 ga yaqin davlat idora va tashkilotlarining manfaatlar to'qnashuvini tartibga solish bo'yicha maxsus bo'linmalari, kadrlar bo'linmalari, odob axloq komissiyalari a'zolari uchun manfaatlar to'qnashuvini boshqarish mavzusiga bag'ishlangan treninglar o'tkazildi. Trening mashg'ulotlari manfaatlar to'qnashuvi tushunchasi va huquqiy asoslari, boshqaruv mexanizmlari va amaliy yondashuvlar, nazorat va ichki boshqaruv tizimi kabi asosiy yo'nalishlarni qamrab oldi. Agentlikka jismoniy va yuridik shaxslar tomonidan 110 ta murojaat kelib tushdi. Agentlikning qo'l markazi 12 ga jismoniy va yuridik shaxslar tomonidan yo'llangan 66 ta murojaatga huquqiy yo'nalish va tushuntirishlar berildi. Agar siz korrupsiyaga duch kelsangiz, agentlikning qo'l markazi 12 orqali murojaat qilishingizni so'raymiz.